Biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Choyko'l qishlog'idamiz. Bizni ukamiz otamizdan qolgan bog'ni hozir ukamiz sohibi Qahramonjon. Assalomu alaykum. Assalom. Pustalar juda yaxshi topdi. Birinchi yaxshi solish o'tgan yil ozgina solganmi? Ha, xudo xolasa ham pustalarimiz otam rahmat bilan birgalikda 2012-yil ekkanmiz. 13 yil bo'layapti. Ha, bir belgi beruvdi. Birinchi yili o'tgan yili bir 11 dona pista. O'zimiz mana shu yerda tog'dan o'sadigan pistalardan vaqtida chatishtirilgan pistalar emas. Mahalliy pista. Mahalliy pista. O'tgan yili bir yarim chelakcha oluvdik. Bu lekin boyagida dalada vaqtli terilgani uchun kichkina bo'lardi. Bemalol maromiga yetib pishsa, bu ham xandon pistadan kam bo'lmas ekan. Og'izlari ochilib, yaxshi bo'lib jama xandon chakmasi ham zo'r yeyishga zo'r ochilib katta bo'lar ekan. Mahalliy pista va hozir katta maydonda ekilayotgan pistalar dori darmon bilan bo'ladi. Mana bu meva bermagani bor. Bu meva bermagani pistani ham erkak irg'ochisi bo'lar ekan. So'rab ko'ryapti, odam nimaga meva bermayapti, gullaydi desak, bu erkak ekan. Vaqtli gullab, guli to'kilib ketadi. Bu ham menimcha kerak bo'lsa kerak shunaqa. Changnatishga uchun. Amuz yaxshi hisob. Tabii toza yong'oq. Yer olma qachon ekilgan bu? Yer olmamiz fevral oyining oxirlarida ekildi. Fevralning oxirgi 10 kunligida ekilgan. Shu 2-3 jarayonda ham lavha tashladik, kimlardir ko'rgan bo'lsa. Xudo xolasa mana gullab hozir. Bu gulladi degani shu tiyimga kirib qoldi. Bir 10% gullabdi. 80% gullagandan keyin bemalol qazib olsak bo'ladi, xudo xolasa bir 10 kun, 15 kundan keyin. Kalorida yo'qmi? Yo'q, shuni aytmoqchi edim aynan. O'tgan yil pomidorda joyi, aslida pomidor joyiga bu yer olma bo'lmaydi, qizloqning joyi. Yer olma bo'lmaydi deyshadi, lekin o'sha biz o'tgan yil pomidorga, qizloqga beazot sepganmiz, hech qanday kimyo o'g'it ishlatmaganmiz. Shuni joyiga ekuvdik. Mana natijani ko'rib turibsizlar, yomon emas. Shu boyagida yerda immunitet nima kuchliligidanmi? Bironta mana shu yil har doim bo'lardi, qayerga eksak ham bo'lardi, mana ko'rib turibsiz. Dori ham qilganimiz yo'q, bir qo'l bilan terardik o'tgan yillar. Bunga ehtiyoj bo'lmadi. Bu yil o'zim men bir dona ham ko'rmadim. Ko'z tegmasin. Kaloridan yo'qligi o'zi bu yil kam ekan, nimagadir. Men kecha bir alomat ko'rdim. 5 kilo o'tar yuribdi-da, uydagilarda. 65 ta o'tar bugun ko'paygan bo'lsa, buni kushandasi ekan. Xullas, tabiiy holda qoldirilgan yerda o'zlari Xudoning o'zi bilmas bilan tabiatning o'zi to'g'rilaydi-da uni. Yani boshqa yerda ham bari kamroq ekan bu yil, ha? Boshqa yerda ham kamroq ekan. Bizda umuman bir dona ham yo'q bizda shu yil. Demak, bu yerda shuni kushandasi yetarlicha bo'lgan-da. Mana gullashni boshlagan. Yo, sal kattaroq ekan-a? Suv ko'proq chiqadi. Yo'q, urug'idan farq qiladi. Bu yog'ini o'zimiz tog'dan olib kelingan urug'dan ekilgan bu. Nariga pastroq bo'lib turgani Samarqanddan kelgan urug'dan. Bu yerga ancha yildan beri mineral o'g'itlar ham kirmagan. Umuman mineral o'g'it kirmaganiga aniq maqsad bilan harakat qilinayotganiga tajriba maydoni sifatida 4-yil bo'lyapti bu yil. Tajriba maydoni sifatida foydalanyapti. Shundaymi? Shunday, lekin o'zi oldin ham bir 3 kun bo'lgan sepmagan. Lekin hozir aniq maqsad bilan tajriba maydoni sifatida foydalanyapmiz. Mana daraxtga osgan nimamizdan bularga ham qo'yib chiqdik. Kartoshkaga, nimaga ham shirasiga deb latasi. Oltin ko'zmidi? Oltin ko'z berib yuborgan edik. Shularni ham qo'yganmiz. Daraxtlarga oltin ko'z qo'ydik. Qurt bor edi lekin.
Qancha yildan beri daraxtlarda. Mana daraxtlarga ham bog'lab chiqqanmiz. Hosilimiz yomon emas, mana ko'rib turibsiz olmalar. Mana. Hosil yaxshi qilib olsa, qurtdan himoya qildimsa. Bu yil oltin ko'z birinchi yil tajribamiz. Shu paytgacha o'zimiz ham juda katta umid qilmagan edik. O'tgan yili Samarqandda Orif aka tajriba qilib yaxshi natija olgandan keyin qiziqib qoldik biz. Bu yil ko'ramiz xudo xolasa. Bog'lab chiqqanmiz. Endi hozir lattada ko'rinmayapti, chiqib ketgan bo'lsa kerak. Nima qilib? 3 kun, 4 kun chiqib ketdi. Jami nechta turda olma daraxtlar bergan? Endi jami ko'chatlarimiz 120 ta bo'lsa, shundan bir 70-80 tasi olma bo'lishi kerak. Mana erta pishar gilos ekan bor. Vallahi bir maza qilib yuribmiz. Shunday bo'lib. Baribir bu ham endi umuman tagiga ham, atrofiga ham, boshqa daraxtlarga ham dori sepilmagandan keyin mazasi ham o'zgarishi shirin shifobaxsh boshligi mana. Oling. Bu ko'p sotdingiz-a? Ha, bu yaxshi. Yaxshi. Bu bundan ham ko'p solardi, gullagan paytda sal jalaga o'xshash yomg'ir bo'ldi. Shuning uchun gilosga bu yil ozgina ta'sir qildi. O'riklarimiz mana. O'rgan yaxshi. Ha, endi juda ko'p bo'lmasa ham. buni Voha tomon odamlar yaxshi biladi. Bizda mana dehqonchilik, bog'dorchilik bu tijorat uchun emas. San'at darajasida. Shu har xil mevalar o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsiz. O'rik, gilos, olma aralashtirib qarindosh urug'lar bilan mehmonlar kelsa yeymiz deb ekiladida u. Sotamiz, tijorat qilamiz deyilmagan. O'sha aralash ekish organik dehqon bog'dorchilikda bor narsa ekan. Chunki bittasining zararkunandasi ikkinchisini zararkunandasi bilan qarama qarshi kelib qolishi ham mumkin, ehtimoli bor ekan. Shuning uchun aralashtirib ekiladi biz. Tagidan beda va gulbedamidi? Ha. Bir de urug' olingan, endi hozir suvga tayyor bo'lib turibdi, suv qo'yishimiz kerak. Mana bir dona xurmo daraxtimiz ham bor. Oldingi yil sovuq urib daraxti bilan urib ketdi. Yonidan surib chiqqan. Mana bu yil hosil xudo xolasa hosilimiz yaxshi mana. Ko'rib tursa mana guldan chiqyapti mana. Teng aylangan. Bu yerda lekin bu kuzarda xurmo juda kam o'zi. Ha, iqlim to'g'ri kelmaydimi? Mana shu ham yeganmiz. Bir yil bittami ikkita yeb qoldik. Sovuq urib ketib, mana hozir qayta surib chiqqandan keyin hosil ham. Demak, iqlim o'zgarishi bilan bu ham balki moslashib ketgandir. Shunday, ha, yaxshi, hozircha. Anorlar hosil qanday? Anorimiz ham shu bilan o'sha sovuq urgan yil bularni ham urgan, hozir yonidan surib chiqqanlari bu ham endi hosilga kirib boshladi. Bor gullar, guli bor chiqilib, kam bo'lsa ham, kam miqdorda bo'lsa ham bor. Mana bu eski birinchi boqqa ko'chib kelgan paytda qilingan uylarimiz. Buni buzmay turishimizdan maqsad xudo xolasa shu
qilayotgan ishlarimiz o'z effektini ko'rsatib, olmalardan yaxshi hosil olishni boshlasak, ichiga saqlaymizmi degan maqsadda buzmay turibmiz. Chunki hamma joy ishlatilmagan, beton ishlatilmagan, har xil hozirgi qurilish materiallari ishlatilmagan to'proqdan loy bilan, tosh bilan terilib, loy suvoq qilingan. Shuning uchun loy suvoqni ichida yaxshi saqlanadi. Saqlaymizmi degan maqsadda buzmay turibmiz. Yangi urilgan binolar quryapti. Bu yerda o'qishchi boqish niyatim bormi yana? Xudo xolasa imkoniyat qilsak o'zi maqsad shu. Shuning uchun bu yerni qoldirib nima qilib turibmiz. O'sha guruhdoshlarimizga bizdan shu go'sht mahsulotlarini olib yurganlar yaxshi biladi. Shuni buzoqlarni yetkazib berishdi, yana yo'lga qo'ymoqchimiz, xudo xolasa. Shuning uchun bu klienti bor, sotmasdan o'zimiz yig'ib olib qo'yish imkoniyati bo'lib qolsa, yana o'sha noyabr, dekabr, martgacha bo'lgan paytga go'sht yetkazib berishni niyat qilib turibmiz. Qizil olimiz nerede? Bu yerda qizil olimiz bor. Buni siz yaxshi bilasiz, bu terakzor edi. Terakzorni buzib yerga aylantirganmiz. Endi agar shu qizil olimiz shu kimyoviy o't bermasdan yer olmamiz yaxshi natijaga erishib boshlasak, klientlarimiz, mijozlarimiz ham bizni qo'llab-quvvatlab o'sha xaridorlar bo'lib tursa, shu yoqqa ham to'ldirib ekish niyat bor. Chunki quyosh postidan tegadi, daraxtning orasi emas. Shuning uchun mana shu yerlarga ham kelgusi yillardan, keyingi yillardan boshlab shu qizil olu, yer olmalarni ekishga yo'l qo'yamiz. Mana Bulg'or qalampiri. Mana qizil olu ko'chati. O'zimiz o'tgan yilgi qizil oludan, urug'idan olib qolib, o'zimiz ko'chat yetishtirib, o'zimiz ekkanmiz buni. Mahalliy nav. Mahalliy nav. Shuning uchun sal kechroq bo'ladi bizda. Erta ekish imkoniyati bor joylarda hozir qizil olu tuyib qoldi ko'p joyda, bizda sal kechikkan. Sababi endi kun isishini kutamiz, sovuqda qilish imkoniyati yo'q. Bu narxlarga ham qizil ekladimi? Ekilgan hozir, ekilgan. Qizil olu mana shu ko'rib turgan mazasi to'liq ekilgan. Qolgan joylarda shu chop qilishga tayyor bo'lib turibdi, o't ichida bilinmayapti. Bizda shu begona o'tlar ko'proq nimagadir. Chunki begona o'tga qarshi o't ham ishlatmaymiz, shuning uchun. Narga maydonchamizga bu yil yangilik qilganmiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi Ko'kdala tumanidan tarvuz ko'chat, tayyor bo'lgan ko'chatni olib kelib ekkanmiz. Bu ham endi hozir gulga tortib boshladi. Tajriba tariqasida ekilgan, qani natija bersa. Faqat endi u tomonlarda dori ko'proq ishlatiladi. Maslash qolmagan bo'lsa. Doriga. Endi hozir bu yoqqa kelgandan keyin bu yerdan o'zimiz yerda nima olyapti-ku mana. Ekilgan bu ham mana gulga tortib boshladi. Xudo xolasa kam miqdorda biz orqaga turib ekilgan. O'zi begona otni ko'p ziyon yo'qmi, ammo miya ziyon qilishi mumkin, qisib qo'yadi. Miya olinishi oson, olsa bo'ladi. Mana bularga ham mana qo'yib chiqdik. Bu endi ko'chatimizga shu ko'chatligida ekkan paytda dori ishlatib qo'ymaganmi degan shubha bor, faqat bu yoqqa bermaymiz xudo xolasa. Chunki ko'chat holatda kelganda bizga xudo xolasa baribir yaxshi chiqsa kerak, chunki bunga hozir qurt qumursqaga ham dori sepayotganimiz yo'q, shiraga ham kimyoviy o't sepayotganimiz yo'q. Bioazotimiz kelgan, bioazotdan sepib chiqish niyat bor. Kecha nimaga qizil oluga sepdik.
bugun kechasi bilan bunga sepib chiqamiz. Xudo barakasini bersin. Rahmat, xudo xolasa. Guruhdoshlar, mijozlar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, mana bizda shu mahsulot yetishtirib berishdi. Davom etkazamiz. Keng miqdorda ko'proq ekishimiz uchun sizlarning yordamlaringiz, qo'llab-quvvatlab turishlaringiz, o'sha keyin aholimizning shu tabiiy mahsulotning qadriga yetishi, xudo xolasa yuqori darajaga chiqsa, aholi ham shunga qarab chiqaradi. Atrofimizdagi qo'ni-qo'shnilarga ham ek deyishdan qo'rqayotganimiz, hozir bularga o'sha tabiiy usulda ek desak, hosilda sal kamroq oladigan bo'lsa, uni keyin biz qimmatroq narxda olib sotib bera olmasak, ertaga ular oldida hijolat bo'lib qolamiz. Hamma narsa shunday bo'lyapti do'st. Shu masala, shuning uchun targ'ibot qilishimiz ham qo'ni-qo'shniga sal hijolat bo'lib turibmiz. Bu mana buni ham olib qo'ying. Bu hozir nima deydi? Trendga chiqqan kavrak. Urug'idan sepilgan. Ko'chat qilib boshqa yerga ham o'tkazib ko'ramiz, xudo xolasa keyingi yillari. Mana birinchi yili bu hozir. 16-17-yanvarda ekilgan mana shu. Yaxshi chiqibdi ko'z. Ha, ko'z emasin. Yaxshi. Kelgusi yil bemalol ko'chat qilib o'tkazsak bo'ladi. Bu ham hech qanaqa o'g'it berilmagan, balkim shifobaxsh deydi. Tabobat qandaydir foydali taraflarini aniqlab, qanday me'yorda, qanday tartibda iste'mol qilishlarini aytsa, aniqlik kiritsa, xudo xolasa bu ham natija ko'rsatib qoladi. Ba'zilar bizning tajriba maydonimiz. Bu yerga hech qanaqa nima deydi? Iltimossiz bemalol harakat qilib, xohlagan narsamizni tajriba qilib ko'ryapmiz. Xudo xolasa hammasi natijasi barakatli bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ba'zilar mana bu to'rsin devorni orqa tomoni ham bizda tabiiy toza mahsulotlarimiz yetishtiriladigan bog'imiz. Bu yerda asosan shu mevali daraxtlar, yong'oq, olma, olxo'ri olganmiz. 1-2 yil oldin. O'tgan yil, 1 yil oldin ekan. O'tgan yili hosil bo'lmadi nimagadir. Mayda bo'lib qoldimi? Bu yana bir ukamizga qarashli qiziloli ekilgan. Bu tomon asosan bog'. Undan keyin yana bir amaki akamizning bog'i bor. Shu tomonlarga ham oltin ko'z qo'ydik bu yil. Qurt o'tgan yil juda avjida bo'lib qolganligi uchun bu yil mana oltin ko'z qo'ydik. Mana o'rikda ayniqsa qurt paydo bo'lgan ekan, ko'proq qo'yildi o'riklarga. Hosili bor, endi yomon emas. Saqlab qolinsa shuni o'zi ham katta imkoniyat. Olmalarda hosili ham yaxshi mana. Oltin ko'zli lattasi, tuxum qo'yilgan latta. Xullas bu rahmatli ukamizni bog'i. Kelinimiz farzandlari bilan qarayapti. Xudo o'zi barakatli qilsin buni ham. Bular ham umuman kimga kiritmay qo'yganmiz. Endi hozir kecha biozolikka berdik. Asosan ular pichandan, o'tdan foydalanishadi. Shu o'tlarga ham yordam beradi, xudo xolasa. Hali sug'orilmagan, ilinib turibdi, sal charchab qolibdi. Sal shoshildik yo'ldagi kirganimiz uchun. To'liq ma'lumot qolmadi, lekin bu yerda ham 2 gektarga yaqin
bog' bor. Taraflar orasiga ochiqroq joyga mana shunaqa dehqonchilik ham qilishadi ular. O'zlaridan ortayotgani yo'q hozircha. Agar bizda xaridorlarimiz ko'payib talab bo'laversa, ular ham bemalol tayyor bu yerda. Eskirgan daraxtlar bor, to'shash imkoniyati ham bor. Yong'oqlar. Ular bu yerda ham kattagina imkoniyatimiz bor, xudo xolisa. O'zi barakatli qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.